Amr ibn Dinor aytadilar, bilinglarki, farzga bosilgan qadamdan keyingi eng ulug' qadam qarindosh tomon, uning ziyorati tomon bosilgan qadamdir deydilar. Farzga bosilgan qadamdan, namozga borasiz, hajga borasiz, o'sha qadamdan keyingi eng ulug' qadam qarindoshnikiga ziyorat uchun tashlangan qadam deb ulug'lar marhamat qilyapti azizlar. Miskinga berilgan sadaqat bir sadaqa, qarindoshga berilgan sadaqat ikki sadaqa o'rniga o'tadi. Ikki karra sizga ajr yoziladi. Al-aqrab fal-aqrab. Nima ko'magingiz bor? Zakotingiz, qurbonligingiz, ihsoningiz, xayri saxovatingiz birinchi qarindoshdan boshlang. Mana boy yigitlar, o'zingizni yaqiningiz, qarindoshingiz muhtoj bo'lib turib, qanday qilib begonaga berasiz? Qanday qilib? Shunga odam qalbi rozi bo'ladimi axir?